Buxoroda ham ichimlik suvi narxi oshdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab Buxoro viloyatida ichimlik suvi va oqova xizmatlar bo'yicha yangi to'lov tariflari ishga tushadi. Bu haqda viloyat hokimligining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Xalq deputatlarining viloyat kengashi tomonidan 2025-yilning 1-iyul kunidan boshlab amalda bo'ladigan ichimlik suvi va oqova xizmatlar bo'yicha yangi to'lov tariflari tasdiqlangan. Ichimlik suvi xizmati uchun tariflar: aholi uchun 1 metr kub 4480 so'm, ichimlik ta'minoti, diniy tashkilotlar va boshqalar uchun 1 metr kub 4480 so'm, budjet tashkilotlari uchun 1 metr kub 9520 so'm, ulgurji iste'molchilar uchun 1 metr kub 9520 so'm, texnik suv xizmati uchun tariflar: aholi uchun 1 metr kub 2240 so'm, boshqa iste'molchilar uchun 1 metr kub 2240 so'm, oqova suv xizmati uchun tariflar: aholi uchun 1 metr kub 4256 so'm, ichimlik ta'minoti, diniy tashkilotlar va boshqalar uchun 1 metr kub 4256 so'm, budjet tashkilotlari uchun 1 metr kub 6272 so'm, ulgurji iste'molchilar uchun 1 metr kub 6272 so'm deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.